Mana bu yerda timsoh go'shi. Timsohning go'shi, timsohning dumi. Itni go'shi ham bo'lishi mumkin. Cho'chqaning go'shi borligi aniq. Umrimda hali men ko'rmagan baliq turlari bor ekan. Mana bunaqa ilon baliqlar. Bak, bu yerda qurbaqalar. Bu domni qarang. Bunaqa dom ko'rmaganman umrimda. Juda baland yoki balki bordir Toshkentda ham. Lekin boshqa viloyatlarda bo'lishi juda qiyin bunaqa holatdagisi. Endi shunaqa joy bo'lgandan keyin aholini boqish uchun albatta supermarket yoki bozor kerak bo'ladi. Hozir shunaqa joyga keldim. Sal chetroq joy ekan, Guanzhouni o'sha yerda xuddi bizga o'xshagan dehqon bozori bor ekan. Dehqon bozori. Shuni hozir ko'ramiz. Mana bunaqa yoymalar bilan ko'katlarni sotishyapti. Mana bu bozor tushunishimcha go'sht bozori ekan. Bu yerda o'sha go'sht va go'sht mahsulotlari asosan. Mana bu joyda baliq. Tovuq. Judayam ko'p baliq. Judayam ko'p baliq mahsulotlari, baliqlar. Baliqning ham juda ko'p turlari. Mana bunaqangi turlari ham bor ekan. Bunaqa turlari bor ekan. Umrimda hali men ko'rmagan baliq turlari bor ekan. Mana bunaqa ilon baliqlar. Ilon baliqni birinchi marta ko'rishim. Mana bu yerda 8 oyoq menimcha. Ular ham 8 oyoqlar. Butun o'sha suvda yuradigan jonivorlar ekan. Ular endi ko'p tursa sotilib ketsa kerak tez orada. Chunki agar ko'p turadigan bo'lsa sifati buzilib qolishi mumkin. Achib qolishi mumkin. Mana bu yerda ham o'sha ilon baliq pashada yuribdi. Mana bu yerda chig'anoqlarmi? Menimcha chig'anoqlar. Narx-navo haqida endi to'xtalib o'tmayman, chunki haligacha bir Xitoydagi narx-navoga to'liq o'zim tushunib yetganim yo'q. Baliqlarni hali ham sakraydigan, uchadigan turlari bor ekan bu yerda. Bu yerda qurbaqalar asosan restoranlarga ketadi bu yerdan. Mana narxi endi kattalari bor ekan. Bu yerda juda ham kattalari. O'sha biz ko'rgan, oldingi videolarda ko'rgan restorandagilar ovqat qiladigan joylar, kafelar mahsulotlarni mana shu joydan olib o'tib ketsa kerak. Mana shu joydan sotib olishadi. Bu demak bu qism hammasi o'sha baliqlar ekan. Baqalar va baliqlar jangi. Mana bu yerda qurbaqalar turishibdi. Qoyil, mana bu yerda ilonlar.
Tirik ilonlar, suv ilonlari. Tirik ekan bu suv ilonlari. Bu yerda ko'plab baliq turlari. Xo'p. Mana bular nima deyilardi, esimda yo'q. Mana bu oyoqlari bilan yurib qoladigan, qirg'oqlarda yuradigan narsa. Buni otini endi men hozir eslay olmayapman. Mana bu yerda timsoh go'shi. Timsohni go'shi, timsohni dumi. Timsohni dumi. Qoyil, buni ham restoranga olib borib ovqat qilishadi yoki uyda ovqatlanishadi. Mana bu yerda toshbaqalar. Toshbaqalarning onasi, dadasi va bolasi. Becharalar qo'lga tushibdi-da. Dengiz mahsulotlaridan qilingan ovqatlarga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar. Siqichbaqa. Siqichbaqa menimcha. Siqichbaqa. Bozorning bu qismi endi o'sha go'sht sotadigan go'sht mahsulotlari ekan. Bu bozorni endi ko'rishimizga hojat yo'q. Birinchidan bizda bunaqangi go'sht rastalari juda ham ko'p. Har bitta bozorlarimizda bor. Masalan, Chorsuda bor, juda kattasi. Undan qolaversa, butun O'zbekiston bo'yicha hamma bozorlarimiz ichida shunaqangi go'sht rastalari bor. Shuning uchun bizga tomoshabinlarga uncha qiziq bo'lmasligi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan bu yerda endi har xil go'sht turlari bo'lishi mumkin. Itni go'shti ham bo'lishi mumkin. Cho'chqaning go'shti borligi aniq. Shuning uchun tomoshabinlarga ko'pchilikka yoqmasligi mumkin bu ko'rinish. Undan tashqari bu umuman bunaqa holatda ko'pchiligimiz go'sht bozoriga borganmiz, qassobga borganmiz. Shuning uchun yaxshisi endi hozirgi keyingi qismi sabzavotlar sotiladigan bozorga o'tamiz. Kartoshka, piyoz, sabzavotlar sotiladigan haqiqiy dehqon bozori tomonga o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bu bozor demak o'sha Guanzhou shahridagi bir chetroq qismidagi dehqon bozori. Mana bu yerda gullar yoki ko'katlar, Xitoy ovqatlarini juda ham ko'pchiligida o'sha ko'katlar ishlatishadi, juda ko'p ovqatlarida.
ko'kat ishlatishar ekan. Uyg'urlar ayniqsa o'sha Uyg'ur oshxonalarida ozgina halol bo'lgani uchun o'sha yerda ozgina ovqatlandik. O'sha yerda ovqatlarida, sho'rvalarida, barcha ovqatlarida ko'katlardan juda ham ko'p foydalanishadi. Bu yerda tuxumlar ham kichkinagina. Juda ham kichkina, menimcha bizni tuxumlarimizga qaraganda kichkina. Bu qanaqa ko'kat men tushunmadim. Mana o'sha dehqon bozori, o'zimizdagi dehqon bozorlariga anchagina o'xshar ekan. Faqatgina bitta tomoni bor ekanki, men o'sha Xitoyda aytishlari bo'yicha, keyin o'sha ko'rganim hisobidan ham kartoshkadan juda ham kam foydalanishar ekan. Ovqatlarida kartoshka deyarli yo'q ekan. Bozorlarda ham ko'rishingiz mumkin. Kartoshka juda ham kam. Sabzini ko'rish mumkin, hamma joyda piyoz bor, lekin kartoshka juda ham kam ekan. Nima uchun? Sababi endi kartoshkaga bo'lgan ehtiyojlari kam bo'lsa kerak bularni. Undan tashqari ovqatlarida o'sha kartoshkani deyarli foydalanishimiz ekan. Ko'katlar. Hamma tomonda faqatgina ko'katlar. Sabzavotlar. Oshqovoq bor ekan bu yerda. Kichkinagina. Xuddi bizdagini singari. Zelinlar. Qo'zi qorinlar. Bulg'or qalampiri. Mana sizga o'sha o'zimizga tanish bo'lib ko'rinadigan bozor. Olma, xurmo bor ekan bu yerda. Menimcha adashmasam shu xurmo bo'lish kerak. Bozor ichlarida ham mana shunaqangi mototsiklda yurish bemalol yurishadi. Kirib bemalol yurishar ekan. Bu yerda ustalar ishlashyapti. Mana bu yerda kartoshka bor ekan. Tarvuzni qarang. Tarvuzmi bu?
Uzunligini qarang buni. Ya buni halqasi taxlab qo'yilgan. Juda ham ko'p taxlab tashlabdi. Xuddi nimaga o'xshaydi? Mana ekan. Ko'rpa to'shakka gul tikishyapti. Kartoshka bor ekan bu yerda ham. Bu yerda ham kartoshka. Bu tomonda o'sha tarvuzlar, uzun tarvuzlar. Mana shu umumiy bozori holati. Bozori umumiy dehqon bozori deyish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu joydagi yashayotgan, mana shu domda yashayotgan aholini ta'minlash uchun shu bozordagi mahsulotlar yetarlimi? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha